Ayağa bir bakaydı. Kelanglar halayık kelanglar. Azan satdi. Maraqlarni azan satdi. Metrisi basso. Ha, kelanglar. Halayık, gözün olsa tallab al, qulqun olsa anlab al. Bu eşek terisinin özü de, yüzü kılının yüzü de kerligen qelinda. Odatni o'tqa qaqlasan qizamaydi. Har qancha ursan yerilmaydi. Bigiz sanjisan o'tmaydigan, qilinliqda gap ketmaydigan yüzü qilinda. Datlarning sarxili, dukunimizda va har xili. Kelinglar, ish o'maganda ko'ringlar. Mushundaq ishlarning borlig'ini bilinglar. Kelinglar, xaloyiq. Ish o'maganda mushundaq ishning borlig'ini bilinglar. Hay Osman, sizni izlamagan yerim qolmadi. Bu yerni nima qilib yurasiz? Ha? Dafsiti o'timan dab. Bu degan tijorat xudona. Tijorat. Akilinglar dapni. Mana tijorat. Nima qilganing bu? Ha? Pul degan hashlamay, sanab tursinmi? Ko'ngillik ishchimi xotin, ha? Bana qarqina. Kim meni savdo qilishni bilmaydi deydi. Mana amaliyat. 7-8 oy ichida 11 ming so'mdan ko'proq pul tepdimi? Endi uni bir dumlasam 20 ming so'm, yana bir dumlasam 40 ming so'm degan gap. Uni yana bir dumlasam qancha pul bo'lib ketadi? Qani o'zim bir daqiqa. Ya Allah, 2-3 yilning yoqi ovqat qilaman deb ziyon qilib dastlab shirdingiz. Bu da azroq pul tepib qoptikansiz. Hajabmi qiliq topamay qoldingiz, ha? Hey, yodingdan chiqib qoldimi? O'tganda chet elga chiqqanda ishtimizdan tishlarimi oldindan bo'lib ketgan-ku. Shu chaqda qilgan sodani endi qilamandim. O chaqdagi ishlarni texchi unutib qolmabsiz-da. O chaqda bog'u mening tuqqanlarim ha-hu deyishib bermagan bo'lsa, ap chiqqan mallardan foyda olishingizga natoyinti. Ha, shundaq. Tuqqanlaringmi bu yerdan cho'ng-cho'ng sovg'atlarni apag'ashqa ha-hu degan gap. Bo'lmasa, ularning qarab ketishimi tayinliqdi. Bo'ldi, ularni maqtamay mening gapimdan anlig'ini. Qara, hozir bizning qo'limizga pul kirdi. Pul kirdi degan gap, aql kirdi degan gap. Bu pullarni ko'rib, mening kallam vaqtida ishilib ketdi. Endi kallamni ishiltib, bu pullar bilan shunday ishlarni qilayki, bu pulga bir moy zavodi qursak, ma pulga kamp zavodi qursak, mananga xodik. Yo'q, Ladadan birini mangdirib qo'ysak, u chaqda pul degan eshikdimi kirdi, to'nglikdimi kirdi, hamma yerdan kirdi. Vah. Pullarning hammasini mush ishiltiversangiz, uyda nima xashlaymiz? Men to'y to'kinga borsam, ikki qo'limni burnimga tiqib boramdi. Asta, esim qursin. Muhim ishdan birini unutib qolib tasqabdan xapaman xotin. To'yning ishiga kelsak, mening kamp saat qurdig'im esimda bordi. Shu odamigarchilikka osh kampitlarni xaltlab opirsa, anadagi to'yga borsan xodikka o'ltirib, yo'q, ladaga o'ltirib borsan. Ha? Qolgan kichik ishlarga o'zing bor emasmi, ha? Ma pulni uyga xarajat qil, ha? Qanday, ha? Mush pullarning hammasini uyga ishlatamdi. Ha, shundoq. Mana, ras.
빨리. Bu öyne remote qilib bir do'kon ochsam, uy o'zimning ijara to'lamayman. 5000 so'm xashlab 50000 so'm topaman. Ay, yana ommaga telefon olmasam 2000 so'm bilan 25000. Yo'q. 30000. Mayaga may zavodidan birini qursam, yiliga 50,000 so'm topaman, 50,000 so'm degan gap. Ey xotin, nima kelyapsan? Ha, miyaqkila? Miyaqkila xotin. Men deyman, meshaga 2 qavatli binodan birini solsam, yo 3 qavatli. Seningcha darvozasini oyoqni ostaq bo'larmi, moyoqdimmi? Ha? Tova, nimandaq bangining xiyolini qilasiz. Qaranga qipshirgan ishlaringizni. Biraz ko'rib qolsa, Osman sarang bo'p qopti demamdi. Sarang bo'pti desa demamdi. Sarang bo'lmoqcha boy o'g'li bo'lmaydi. Men bu bir sarang bo'p qaqaymiki deyman, ha? Ben sadece bo'lsiz. Oy! Siz bilan ko'rishishim o'bak ters bo'lib ketdi, Rayhon. Kunduzlari xizmat bilan aldirash deysiz. Kechqurunlari uyingizdan chiqolmaysiz. Dadingiz sizni bek ching boshqaryapti juma. Fursat bo'lsa ko'rishyapmiz bu mana. Haftada aram bir qatim ko'rishib olsak, buni muhabbatlashtirib tekili bo'lamdi. Sizga desam, og'illarning hammasi to'yib ketdi. Bizmi paytni tutib to'yni ko'pida qilib olsak, alomat yaxshi bo'ladi-da. O chaqda uyingizning oldidagi xijolat to'qmish sizni marab jurdiga ishda o'qitib qoladim danga. Dadingizmi yaxshi bir kuyov qilib yugib qoladi. Voy. Qarab. Ma adam. Qandaq? Qaltis yasnapsiz bu. Ne var deysiz? Bugun daryo bo'yiga berib, kallamni saygatgash, bundan keyin qandaq savdo qilish to'g'risida obdan bir o'yinlaymiki deyman. Pul topqicha aql top degan gapni anglaganmisan? Ha desla, daryo bo'yiga borman deysiz. Birasi beshingizni aylantirib yurmisin yana. Voy, xotin, sen bilan 20 yillik qadimli sotin bo'lib qoldik. Endi mush yosh kirganda shaytonning kayni kiramanmi? Voyta. Ko'nglimni cho'nqur yerda sen baq xotin, ha? Xotirjam bo'l. Lekin hozir pul degan shayton paydo bo'lib qopti. Ozdirib kelsiz shu ozdirib ketamiki? Shundaqmi? Berib kelaymi? Berib keling. Xo'shamisa xotin? Xo'sh. Baldıra qaytib kelasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hey, ko'zing yo'qmi sening? Mashinadan tushmaysan mamda. Pochtisam olimdan qala aka. Bu sening tushmaydigan ishga karvan emas. Qarsam başlaran sangılab ketibdigina. Şoňa seni oýgutib qo'yaymiki dep qaldym, ha? Hey, Fuka, biz sagakchimi, texi oldirab mashinaga usvanmaymiz, ha? Çaq-çaq qilib qo'ydim ha, Osman aka. Uxtam. Ha. Bu qarsomgini ko'tarib, nega mangding? Nagi bo'ladi, Fuka? Mengamni sagatgash, daryo bo'yini olinib kelaymiki deyman, ha? O'ynaymiz, yashaymiz, Fuka. Allah, to'la payzini o'xshaman. Payzing vajimi, Osman aka, ha? Fuka. Mushu uyingni sog'icha qancha pul xashiding?
Acep bunu so'rab qolding-ku. O'zdan so'rab qo'ydim. Buningga shu 1.200.000 so'mdek ketdi. Tash, sen men bek oshirib etding. Bizmi savdogarchilik qilyapmiz. Bozorni oz to'lusimi bilamiz-jimi? Qiziq gap qilgansan aka. Ishonmamsa, bu o'zingning ishi. Bu o'ylana silishqa rostilla shuncha ko'p pul ketganmidi? Assalomu alaykum yigitlar. Alaykum assalom. Payzinglar bormi? Payzinglar bor. Kelap, bilib o'tiramiz. Xo'sh. Peshondagi shlapimi, biliq tutar tormi? Payzama afka, payzama. Ben berib to'rsab kelay, ha? Beriver. To'g'ri qo'ysang chiqib qolmasanglar bo'ladi-ku. Osmonni oq bulutlar qoplab turadi. Toshqonlar soydin soyga taxlab turadi. Ba'zilar koni uyni oqlab turadi. Yigitlar qiz bolalarni saqlab turadi. Bu vaqtlar bujigida uxlab turadi. Mashinalar cho'ng ko'chada qatnab turadi. Savdogarlar mollarini maqtab turadi. Gohida bir-birini batlab turadi. Bulbullar bog'lar aro sayrab turadi. Bo'ytaqlar to'yga berib yayrab turadi. Mashin so'tisizmi? Daryoning bo'yiga har kaginimda ilhom aram bermay qaynab turadi. Ha, 500 ming so'mni degan kasil avatib beray. Ha? Bo'ldi, o'sim olmayman. 500 ming so'm degan qanchalik bo'ldi? Sizlar xotirjam bo'lsizlar, ha? Xo'shamsa. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi, tekshirirdingizmi? Obdan turdingizmi? Qaraganda siz nihoyat yetishgan shoir o'xshaysiz. Nima degan qoltismi siralar u? Nima degan qoltis? Hayotni siz anglabsiz-da. Albatta angladim. Men degan bir misra qobillik gapni anglasam-mo, shuncha hayajonlanib ketdim. Rahmat. Kechirsiz. Ismingiz nima ekan? Ismim Osman. G'oyla taxallusim bilan qo'shib Osman Shavquni deb chaqirdi. Osman Shavquni degan siz bo'lamsiz? Men sizning nomingizni ko'p anglagan. Bugun oxir ko'rishga nasib bo'ldi. Didor g'animat. Ismingiz? Mening ismim Lit. Lit. Qaraganda cho'ng bir savdogarda qilasiz, shundaqmi? Kasbimiz cho'p qoldi, qarang. Ma'liyat gap, mal setiblar. Kunimiz o'tib ketyapti. Qo'limizda pul olgan bilan qo'sig'imizda o'machning tayini yo'q. Undaqmi deb ketmang. Savdonimi qo'sig'ida umuchi va, deti va odamlar qila oladi. Hozir savdo qilayotganlar har tarafdan ko'tarilib ketdi. Bizga shunday fursat yo'q dang-a? Nima? Sizmi savdoga qiziqamsiz? Qiziqmaychi. Kimdan ko'proq pul topqisi kelmaydi deysiz? Jahonni endi haqiqiy tushunibsiz. Rost gapni qilganda, hozir pulvonning gapi o'ng, puli yo'qning gapi to'ng bo'lyapti. Rost deysiz. Pul olsa jangalda sho'rpa debdiki. Kerak. Ayni birdan o'tiraylik. Voy bu so'mkangiz. Mishadi birdan payzi qilay deb kelgandim. Oy, nima qilyapsiz? Meningdan ishmayli bu. Ishimiz bu yerda o'ltasak yarashmaydi. Oyoq berib o'ltamaydimi? Restoranga beribmi? Shu yerga. Ma'qulamiz. Bu yerning havosi yaxshi deyapti. Qani? Qani. Xo'sh. Qani Mundaqda. Shunda. Qani ela. Qarang.
sizga aytsam, hozir hech kim bilmaydigan bir savdo bor. Mandaqda. Bu savdoning foydasi intayin ko'p-da. Mana men necha yildan beri shu savdoni qilib kelyapman. Agar turmushim ko'tarilsin desangiz, ozroq mablag' chiqarib, savdimizga sherik qilib olay. Qani. Men sizda shoirlarni pek hurmatlayman. Mandaqda. Bu sizga qilgan yaxshiligim bo'lib qolsin, O qandaq savdo? Dap savdosi. Dap savdosi? Dap degan ota-bobolarimiz uzun zamonlar ilgari ijod qilgan ajoyib isl sozlarning biri. Hozir Jungo ichida emas, Xinjiangning daplari chet elning hamma yerlarida nom chiqadi. Masalan, Pokiston, Arab, Hindi. Mundaqda. Bu gapingizdan qaraganda bu bo'ladigan savdo qiladi. Menmo bir beyib ketsam deb kech kunduz o'ylayman. Siz bilmaysiz. Mening Hoshim Do'nay deydigan bir qo'shnim botdi. O hayot vaqtida tavus pishib satadigan bizning ko'chaning do'qmishida. Bir tilim tavusning pulini talashib, xaridorlar so'qishib, tavus ildigan yo'g'on pichoqni haq shiltiyman deb o'zining jayniga urib olib, Do'nay o'p qolgan. Hozir bu Do'nayning bolasining holining cho'nligini demaysiz. Uyimizning oldiga peshonimizga do'ng'aytib 2 qavatlik bino silib oldi. Hassa qildi, Aratxonog'imi pikapga o'ltirib bag'li. Bu kunning yoshlarni bir dema. Pul topsa uchib, tushadigan yerni topolmay qoladi. Shuni demamsiz. O Hoshim Do'nayning bolasi oz to'lib pul tepib, jahonga patmayli qoldi. Men sizga rostini desam, ichimga bir shayton kirib oldi. Hoshim Do'nayning bolasi 2 qavatli bino salgan bo'lsa, men 3 qavatli bino solaman deb. To'g'ri. Aytganlaringiz tamoman to'g'ri. Xalq ishingiz oldida 2 qavatli binolarni silib yayrab yursa, bu alamga qandoq chidaydi? Men qarang, o'lmagan jonda umid bor degan gap bor. Boshqalar qilgandan siz nima ish qila olmaysiz? Agar tavakkul qilsangizlar, cho'qim pul tepib ketasiz. Sizcha men zodi qanday qilsam bo'lar? Bir obdan tanishib qoldik. Siz cho'ng savdogar bo'lgandan keyin menga bir aql ko'rsatgan bo'lsangiz. Qani, avval ishlaydi. Qani. Xo'sh. Qani, elim. Qarang. Savdo deganda niyat durust bo'lish kerak. Haram halol aralashgan ovqatni ovqat degili bo'lmaydi. To'g'ri deysiz, to'g'ri deysiz. Alloh taolo mol dunyoni insonning niyat istiqboli qarab berdi. Bir necha yilning oldida men mo yonchig'imda kiryoqlikdan boshqa hech nima chiqmaydigan bir musofirdim. Xudoyim beribday desa, birdamlikli ishga. Mana o'zingizmi ko'rib turibsiz. Men qarang dedim. Gapingizdan ishonchlik odamligingizni aytdim. Agar xohlasangiz bayam aytgan daf savdosining bir burjigiga menmi sherik bo'lib qolay. Qaddim ko'tarilib qolsa, bu yaxshiligingizni cho'qim qaytiraman. Albatta, albatta. Mana. Bunchalik narsalarni hech qilib bo'lmaydi. Desmay degandan ko'proq o'g'in yaxshi. Shundoq. Men amalni qilay. To'g'ri, amalni qiling, amalni. Xas bo'lgin shaytonlardan
dostlarım aldanmağın sünnetlerige Fəxəs buldun şeytanları din dostlarım aldanmağın sünnetlerige Oh 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 bakar gayda koyar Kahtalı sen Kur'an çapında Hayat şunda xisletler gibi ay dostlarım Kuyukat sen yana armanda Hayat şunda xisletler gibi ay dostlarım Kuyukat sen yana armanda Oh 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 Mana. Herhalde bir saniye bitti. Ma'qul. Doğru gel, doğru gel. Shunda Husn emasa. Yaxşı verdim sen şu. Hey balam. Hey balam. Bana öyle kirip bir çene soğuk şey çıkar. Yürü balam. Adı taş kapırıp be. Aftapta susapma ketkensiz. Çay içi bilen. Rahmat. Rahmat. Ne çıkın boldu? Karsa müşahidli yürüyesiz. Qarğanda yaqıtını izlep kelgen oxşamamsiz. Yo'q. Ma'u Letipni izlab kelgan. Hey, siz mi aldınıpsiz da? Qandoq deysiz? Onun ismi Letip emas, Yaqub. Nima? Nima dedingiz? Uning ismi Letip emas, Yaqubmi? Ha, Letip emas. Onu hamma odam Yaqub Qizilko'z deydi. Onunda pulimiz batdı edip kep ketib turgan odamlarmi xeyli bor. Hey, qarzini söylep kelayotganlarning ko'pligidan bechora ayolimi uyda turolmay sahradagi fuqarolarning uylariga ketdi. Enisi Shavkat ba'zida ancha-muncha kelib bu uyni yo'qlab turdi. Balam, bu mashina uzanmami? Ha. Yaqinda setib olgandim. Qaraganda tijoratchi o'xshamamsa. Shundoq. Bo'pti balam, bo'pti. Qaraganda halol niyatli bolada qilsan, tijorating ro'naq topqay. Qani, avaylab sizlar chondada. Masla. Rahmat balam. Rahmat. Seni ko'p ovar qilib hechqisi yo'q chondada. Bo'ldi balam, bo'ldi. Elim shuncha yerda eshak ekib qo'yding. Sağ ko'p rahmat. Hechqisi yo'q chondada. Men sizni o'ldirib ekirib qo'yib, uningdagi maqsami bo'ladi. Masla. Ajabmi, adab qoidalik cho'ngibsa balam. Sana bekli masligim kelyapti. Kimning bolasi sen? Men Hashimdagi odamning bolasi. Hashim Donoy desa, to'nimaydigan odam yo'q. Qani, masla. Masla. Balam, shuncha jiroqlardan mashinangni ekib qo'ysang, ismingni so'rab olmabdi-ma? Isming kim bo'ladi sening? Ha?
Bala. Sinan'ı soravatı. Hey, yap. Kim yaptı mi? Bo'ldi, vaqtma. Ay, mush ishlasa. Mehmon kelsin havoga. Kim yap? Yata. Bo'ldi, qolma. Yat. Tez. Balam, ne buldunuz? Men chiqib qarab boqay. Uy, nim deb keldingiz? Uy, pasarek bo'lma, dadam ko'p. Ben sizni mahallede okumuş saklayman. Çokum vakti çıkın bulan mı? Vaqtida chiqma, tez keting. Tezroq bo'ling, ha? Uy, dadam ko'rib qoldi. Bo'ling tez. Çini çıkılıp gitip de kızları sağken. Ya Allah, Xudoga shukr. Biz Osman Efendi'ni ah ko'ngil, obdan odam deb ishinib, onunga pul verib turgan. Ammo lekin vaqt pek uzrab ketdi. Söylemayli desek, bizga mo pul lazım bo'lyapti. Hey, shu emasmi? Biz mo sizlarni hijil qilmayli deb az keldik. Osmonjon bir yerdan amal qilib bergan bo'lsa, bo'pti. Biz sizlarning oldinglarda ko'p xijil. Osman u aldamchini izlab Bamğa yer qamidi. Biroq sodil topamayotdi. Amalni qilgan kuni pulinglarni cho'qim qaytirib beramiz. Bir amal qilib mening pulimni patroq berib versanglar bo'ladi. Nima deb sening pulingni avval berib kerak? Sening puling pul, bizning pul emas, qog'ozmi ekan? Meninkini avval berib versin. Nima deb sen avval olsa, biz elishimiz kerak. Yo'q, oldi bilan men olaman. Avval men olaman. Men olaman. Men olaman. Hey. Men olmasam bo'lmaydi. Mening oilamda qiyinchiligim bor. Men olmasam bo'lmaydi. Nima deb savog'i deksa? Men olmasam bo'lmaydi. Men olaman. Azan sattım. 10 so'mliklarni 5 so'm sotib etdim mana. Ha, kelinglar. Ko'machida qancha pul? 10 pul aka. Akina. Olmasangiz akina. Besson. Besson değil ama ha. Hey, bu kimden etti? Ha? Ya aylab keladi. Bu kimden etti? Benim süpürgem yaxshi süpürge. Başqalarga kirib topamsiz. Bu atlayık, apırıp bağlayıp balam. Ma'qul. Ha, keling aka, keling. Yaxshi süpürge var, bola. Keling. Do'stlar, keling. Ha, kelinglar, Bessomda sattım, Bessomdan. Yapondan, Shanghaydan, Guangzhoudan maykillari, hey! Kelinglar, xaridorlar, kelinglar. Azan sattım. Ya, 2 so'm bo'lmaydi. Keling aka, kelinglar. Kelinglar. Ha, yaxshi maykajimi bu? Yo'q, bo'lmaydi. Hey, Guangzhoudan. To'xta! Yoldan kireyinizse. Ne durma? To'xta! Ha? To'xta! Bu aldamchi. Ha?
Ha, metre oyun çıksın. Ben öğrettim. Topta. Sen kim kıvaçtın ha? Sen neymiş kovalaysa? Sen oğlumuzdan ümit kaçsa? Topta. Haramzade. Sen daha kış bitse zaten. Benim kulağımda kış kullanmaysa topta. Haramzade. Topta değme. Duramazsan seni. Topta. Topta. Şu duvara duramazsan. Tokta! Bu adamcı! Tokta! Hep! Tutup aladığımızda paçkını söndürüydü ben! Tokta! Onu tut ona! Bu aldancı! Ne kaçıp tutun sanki? Hem de bu kaçıp tutun bakayım! Dur! Yeni bir kasını! Kile? Ha? Tokta! Bu haramzade! Tokta! Tokta! Nereye kaçsan ki? Hem de o tutulansa... Hem de o tutulansa haramzade. Hem de nereye kaçsan ki? Ben bir körpe kaç. Sen nereye kaçsan ki? Ben bir körpe kaçsın. Kene, kaça! Hem de tutulansa... Oycan. Kız kutluğunu ben bir körpe kaç. Çok. Anak! Otoda kendimse! Oycan. Tokta! Ben seni tutulasam. Hep tut. Sen kış bakar kene. Nereye kış kutun sanki? Qani ko'ringlar. Borunuzu ne sondan satısı? 10 so'm. Borda çatak yo'q. To'qilish intayin yaxshi. 8 sondan beri. Kam bo'ladi uka. Men sizlarga boshqalarni ko'rsatay. Qani kelinglar. Yani bağma? Buni ko'rib beqinglar. Bu qandara. Bu bo'lamdiki. Buni mi ko'rib beqing? Oy, hey uyatsiz. Sen bir yerni nima qilyapsan? Sodamni buzmay, bu yerdan darhol yo'qol. Chop-chongni turib qipqalanga cholib olganni. Şöyle qaranglar. Kimdir sülüp? Bu borunu kendin demiş kıldın. Qaranglar, ko'p kundir qipqalanga cholib olgan. Şu emas bak. Bu yaxshi bo'lmagan xabar ekanlar bu. Qacha yana. Nega qish qilmoqsan ki?
kazzap. Qacha. Ey, gelinni qo'yib at. Elbekka, ma, qo'yib at deyman. Ma, kazzap. Ma, men bilan. Ma. Ey, ma gelinni qo'yib at deyapman. Qanday deyman bu? Unda bo'lsa akaning nariligini menga aytib ber. Akamdan nariligini men qanday bilaman? Hey, meni savr taqdim to'shib ketdi. Unda bo'lsa akaning qarzini sen qaytar. Nima? Men qaytaram dema? Men senda pul olganmi? Akang qechib ketgandan keyin qarzini sen qaytursan-da albatta. Hey, sen sodini akam bilan qilganmi yoki men bilan qilganmi? Gap qilmasam atiganda bir qo'g'lab, jinimni qo'ymiding. Akaning nadiligini sen aniq bilsa, bir yildan buyon meni qoldirib keldim. Mushunda qism qutilmadi otamsa? Bunda hamxel qilishma. Akang degan qo'ymichini tutib olib, xalq olam oldida rasvosini chiqarib etmaydigan bo'lsam, o'g'il bola bo'lmay ketay, uqdingmi? Nima? Sen nima deyapsan? Akamni qarzini qilib qo'yib, yana baqirib chaqiraysan-ku, ha? Gilim Uni chiqib obro'yini ketdi. tushirib, nima qilib erishmoqchi chiqdim? Sen o'xshash qalbinglarni dastur, yangam o'tiramay, qoldiringga ketdi. Bu bizga nima qilgan? Ha? Gilim chiqib ketdi. Meni qo'yib, men nima qilolay? Tura! Gilim. Mana sizga. Xalq olam oldida sat pomson deb qechib qo'ysam, u rotbay qalanda. Ertegandan beri qo'g'lab, jinimni oz qo'yding-a? Mana qo'lg'anga to'ya. Hey, Lükçak, adam urmoqchimisan, adam urma. Dadangdagi odamni nima deb ursa? Hey, ko'p kunda adam urvatsan-ku, ha? Sen o'qimaysan aka. Bu rotbayda bizning pulimiz batdi. Shuni bermayotdi. Shunga azroq tekkizib qo'ydim. Hey, nima deyapsan qizil ko'z? Men sizlarga qazdama, ha? Hey, mani? Pulni olamaganni oz deb tek tayoq yeb kepsiz. Obdan bo'pti, o'zingizga oz. Xalqning yolg'on yovdaq gaplarga ishonmang deb shuncha desam, anglamadingiz. Ba'zan qiliqlaringiz kichik bolning o'ziga. Endi obdan bo'ldimi? Hey, to'g'ri yetishgan yerimga tuz sepmagina. Bundaq bo'lishini kim biladi deysa? Men azroq pul topay dedim shu. Pul topsam sizlar uchun bu. Qani topa oladingizmi? Taz obdan o'ngga tushdingiz. Endi xalqning olgan qarzlarini qanday qaytaramiz? To'la ko'tildim-gina xotin. Mushkullarda qo'ymichilarga uchrab ziyon tortayotgan mallimitim. Maydasiga mushlab yurgan ni nochilarni qo'ymichilarning damiga tushib bayram bo'lib ketyapti-ku. Buning nima deysan? Unda qo'ymichilarni sizlarda gollarni qo'yadi. Sen texi bilmaydigansan xotin. Anlasam qo'ymichilik deganmi, hozirgi vaqtda bir cho'ng o'ynarmish. Bu yuzi qilin qo'ymichilar mendek gollarni topamaganda bir-birini qo'yamiz. Unimi qamlashtiramizsa, o'ziga o'zi qo'yamiz. Unimi qamlashtiramizsa, xotinini qo'yamiz texi. Ha, siz mushundaq ahmoqona gaplarni qilib o'tiravering. Voy kelim xotin, menga nima amal bor deysa? O'lmasa yetib degan bu qo'ymichimi bir kunlar yutib qaytib keladi. Chaosini chitqi yeyvetmaydigan bo'lsa, bu aldamchining. Osmika, ko'rinmaysan-ku. Bafka, tirikchilik qilib yuryapmiz. Osmika? Nima qapoqlaringni ko'kartib olibsan-ku, ha? Birasining xotiniga chaqchaq qilib qo'yibsan-da, ha? O'zimning dadi bilan qilayotgan vaqtda qamlashmagan chaqchaqni qilmag'in menga. Amsi iniqroq demamsa, zasang nima deb keldi? Bir sodiq sherik bo'lib qo'yilib ketdim. Shuning xapini qo'ymamdufka. Qo'yilib ketdim. Qo'ymichiga uchrab qilishdan hazar ayla Jumovka. Hey, mening eliqi ishimni anglagansa? Yo'q. Nima sho'g'anti? Sening naring qo'shna. Voy, iniqroqni demamsa, aka. Zodi qanday sodiq sherik bo'lgan-tan? Dab sodisiga. Nima? Dab, eliqi darang'ishib chaladigan dabchi. Chaqchig'ini qo'yay, aka. Dab sodisi degan zodi nima gap bu? Beshing aylanib qolmaganda, ha? Ey, sana yolg'on gap qilib nima qilaman? Mushu ishni deb nurg'un pulimdan ayrilib qoldim. Astag'firullah. Nima deydigan odam? Aka, men shuncha yil tijorat qilib, bu dab sodisi degan sodning borlig'ini zot anglab boqmabdi ekanman. Bu dab sodisi qilaman degan odamga shuncha pulim tutqizib qo'ygan bormi?
Uka, odamni qarab asqanda ikki ko'zi tangli qarg'ib qoldi ke. Heliqi qizil ko'zdan chiroyli gap so'zlarni anglaydigan bo'lsang, erib ketsa. Uning aytishicha, dab ota-boblarimiz nihoyatda uzun zamonlar ilgari ijod qilgan ajoyib bir sozmish. Hozir mamlakat ichi sirtida Şinjanning depi nihoyatda mashhurmish. Masalan, ispanlar, hindilar, arablar, albanlar ish qilib, aytavr dunyoning hamma yerdagi sozandilar Şinjang depini ishlatamish. O'zing bilsa, Fuka, dutta tambirni tanshinasan chaqlamaydi. Dapnicho, qulonga olasan, chalasan, darangshiyverdi. Aka, bu dapnimi qistimisi chaqnolmas? Xo'shaqsa qistidike. Bo'lmasa, chiriversan o'zi qisib ketadike. Qashqarda shundoq dap yasaydigan bir korxona bormish. Dapning gardishini esil yog'ochdan egib, chiroyli naqshlarni uyib, terini yumshoq raslab, pam bilan kerib, dapning gardishiga kumush halqalarni esitdi ekan. Chet elliklar maxsus shu korxonaning depini ishlatdi ekan. Bu yerda yasalgan daplarni darangshitib chaladigan bo'lsa, to'kir odammi das o'rnidan turib usulga tushib ketamish. Mana eliqi odam shu korxonaning doimli xaridorimish. Necha yildan beri boshqa ish qilmay, dap setibla beyib ketibdi-dak. Shunda bo'lsinmi deyli? Sizlarning aşı pulg'ag'in depanglar zodi nem bo'lib ketibdi-dak. Anglasam, bizning pulga olgan daplarni mashinaga chiroyli qochilab, chegirdan o'tkazib, chet elning bir tog'liq yo'lida ketib qolganda, mashina o'rilib, hamma dap suv tushib eqib ketibdimish. Qip-qizil yolg'on gap aka bu. Bu dap so'z qilimizga odamga shuncha o'lab pulni tutib qo'ygan bormi? Sen bize cın ahmak gelsen-chimi? Ey, sen meni ahmaq deysin ha? Dap sodası bilan sening qilayotgan savdoning zodi farqi nima? Nem deysa? Mening sodam degan teri bilan jo'ning sodasi tursa, bu dap sodasi deganim sod degan olamdi. Ey, ikkisi bor-ku. Bir gap. Nima? Ey, sening olgan terangni qirqsa yo'ngi chiqadi. Shundaqmi? Qog'o yerni Qashqardagi heliqi korxonaga olib kelsa, dap bo'ladi shu? Qandaq? Dapaqa. Tash, sizga bir gapni desam xo'p bo'lamsiz? Nimaga? Demayman. Qani, demamsiz, ha? Meni Edardan Urumchiga bir yillik o'qishga borganimni belgilabdi. Yana 3 kundan keyin manaman. Sizni qachongacha saqlayman, ha? İdaranızdagilarga bizning to'y ishimiz bor deb desangiz bo'lmamdi. Xizmatimning xarakterini bilasiz-ku. Sizni saqlab qirib ketadigan bo'ldim deyman, ha? Agar yana shunda qilaveradigan bo'lsangiz, men boshqa birsini tepib olaman-chimi? Ha? Tepib olsangiz mayli. Men Urumchiga berib, birasini tepib olamdimi, bexi? Nima deysiz? Ha? Ondaqmi deyishib ketmayli, ha? Siz degan mening ig'ir sinoqdan o'tgan sevginim tursangiz. Ikkimizda chin muhabbatlashganlar yetjadi yo'qchimi? Qandaq dedim Rayhon? Yo'q, men tepib olaman. Hey, men sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Cho'qin tepib olaman. Rayhon.
Tayyorlik bitdimi? Çataq yo'q. Ey, çataq chiqmasa? Hay, ikkimiz birlashib ko'p ishlarni qilgan-ku. Bu qanchalik ishdi? Ey, iliqi ism kartoshkasi, hujjat, to'xtamnoma, tamg'ilari hammasi tayyor. Xotirjam bo'l, hammasi tayyor. Xotirjam bo'l. Ondaqda sandonliq mehmonlarni kechdi boshlab boraman. Sandonlik og'inamning deyishicha, ular noit cho'ng sodiganmish. Shundaqmi? Shundaq. Bo'ldi, ustalni toz qattiq tayyorla. Chiqimga men ega. Çataq yo'q. Ikkimiz ayrilmaslardan tursak. Bu shaharda, Sodida Musa jingni yetadigan yo'q. Ha? Hatta chet ellardimi cho'ng sodlarni qiladi. Alomat odam. Rasma. Yaxshimisiz? Musa jingli keldi. Qani bu yoqqa bu yoqqa. Kechiringlar, sizlarni saqiltib qo'ydim, ha? Mana bu yoq men sizlarga gapini qilgan Musa jingli bo'ladi. G'arbiy diyar paxtkandir shirkatining bosh jinglisi. Bular sizga gapini qilgan sandonliq mehmonlar bo'ladi. Nomba, donglik sodiganlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz bilan tanishganimga Shinjonga kelganlarni qo'shalman. Bu yoq lexinim bo'ladi. Yaxshimisiz? Bu yoq Qani, o'tiringlar. Qani o'tiring. Taomlarni buyurdinglarmi? Buyurtib qo'ydik. Qani, ko'rib baqing. Hay, bu bek oddiy bo'lib qopti. Kutkichini chaqiring. Ey, bo'ldi. Avarimma. Avarimma. Qani, bizga yana Petermanta, kaklik go'shti, yana tonir kavubidan birini keltiring. Ko'p bo'lib ketdi, bek ko'p bo'lib ketdi. Avarimmalar. Nadikini isrof bo'ladi. Avarimma. Hay, sizlar degan yiroqdan kelgan aziz mehmon tursanglar. Tuzut qilmanglar. Bugun toza ichilib, yeyilib, ravrs payz qilib qonig'i o'ynaydi. Bu soda atish pasa. Sizni obdan rozi qilaman. Rasma. Undaq bo'lsa, gapingiz tursiz. Qanday? Albatta. Tamam, ha? Ishni ching. Kim? Kiring. Musa jingli. Keling. Yaxshimisiz? Jonjonli, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. O'tiringlar. Qani, o'tiringlar. Qani, o'tiring. Qanday yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Qani, tamaqchi. Bo'ldi. Mana bak. Çay iching. Rahmat. Jonjonli, bu Shinjongning mahsulotlari. Sizlarning to'g'risida baqash keldi. Qani. Tetib qolinglar. Avarim sizlar. Qani, elang. Qandaq bo'lamdiki? Bo'ladi-ku. Manga vaqtlarda ko'proq elinglar. Yana. Jonjonli, bizning shirkat innovatni birinchi o'ringa qo'ydi. Shundoq. Masala yo'q-ku. Mana bu shirkatning tijorat kinishkisi. Mana bu rasmiyatlari. Shundoq kel. Ko'rib yiqa. Jonjonli, biz degan cho'ng shirkat mamlakat ichidala emas, chet ellardami shu shirkatlarimiz bor. Bo'ldi. Bularnimi? Qani, ko'rib yiqinglar. Ko'rib yiqinglar. Mana bu bizning moliyani, mana bu shirkatning tamig'isi. Biz sizlarga yüz ishimiz. Bo'ldi. Sep qo'yinglar. Ata, Shaolin sizlarni shirkatga boshlab borsin. Avval molni ko'rib yiqinglar. Bahosini kelishalaymiz. Kelishalaymiz. Shuna qilaylik. Malni ahad ko'raylik amsa. Baloda chataq yo'q. Sizlarni cho'qim rozi qilamiz. Voy, men musojingli bo'laman. O'zingiz kim bo'lasiz? Men Ta'minot Sodi kooperatividan İbrahim Jo'jang bo'laman. Yaxshi. O'zingiz-chi? Mundaq ishda qarang. Sandongdan 2 sodigar kelibdi ekan. Ular paxta oladi ekan. Paxta. Shirkatlarning paxtasini shular ko'rib boqqan bo'lsa, bo'ladi. Bahosini o'zim kelishtirib qo'yaman. Ammo men bo'ladi, ma'qul. Shadiya. Demişti.
Ben hazır goncuk var mı? Hatta sendonlu iki xeridar keledi. Ulağa baxtlarını göstünler. Bo'ladi. Qağan işlarını belgilin boyunca qısanlar buludu. Bu İbrahim Cücan'ın özü uğurlaştırgan mimarlarken. Şuna ulanı yaxşı kütüp bilinglar. Nimanda qilsiz? Ko'zingizga qaratmangsiz uzumamdi. Sen mi qarab mansang bulmamdı öşkidek üsküçe. Oy. Onda qarab bakay. Abla, kanapta emas mi? Akile, bir suyup koy. Bo'ldi qiling. Ajabmi og'ridi. Ay xotin, anlasam meyliq yetip qizil ko'zni ürümchida yurgidak deydi. Bu yerda titildab o'tag'icha ürümchiga bir berib kiraymi deyman ha? Shundoq qiling. Bu yerda qarz egalari bizni o'tag'izmagandan keyin berib pulning amalini qilib keling. Ürümchiga bir berib kiraymi deyman ha? Shundoq qiling. Bu yerda qarz egalari bizni o'tag'izmagandan keyin berib pulning amalini qilib keling. Agar o qizil ko'zdan tutib oldigan bo'lsam, qiymi-chiymi qilib etmaydigan bo'lsam. Qiymi-chiymi qilib deb uning go'shti mant etib yig'ilib bo'ladimi? Uningdan chiroyliqcha pulni undirib olganning amalini qiling. Hay, azroq so'q salam bersingizmi mayli? Ish qilib pul qaytib kelsa bo'ladi-ku. Bazı adamlar yok, maslahatlarımız. Bir yerden bir radyomuz tutmadı, kızgın muamele korkuttan ve bırakma. Ben de bakaya. Gözümüz hakkında çok nereden defter seçimden çok oynaysa bulanmış adamlar kendi bunun için sana diyor biraz güvenmiş mümkün. Şavlon darvoza oldi saqlayman deganti. Ajab, ko'rmaydi u. Yo'ldosh, ajib mashinasini kirgizversangiz. Kechiringlar, bo'lmaydi. Shirkat 3 kun tijoratni to'xtatdi. Ambarlarni ratlayotdi. Shunga har qanday mashina kirishik bo'lmaydi. Hay, qo'limizda to'xtamnami bor? Qo'limizda to'xtam bor. Bo'lmaydi. Ha? Andaqda jinlaringlarni ko'rishima. Ma'qul, kiringlar. Juring. Siz Bu nima ish? Butun rasmiyatlarni o'tab bo'lgan tursak, nimishqa mashinani kirgizmaysizlar? To'nigulli paxtini ko'rib ketdinglar. Sizlar bilan tek rasmiy to'xtam tuzmidiq-ku. nima? To'xtam tuzmidiq? Nima gapni qilyapsiz? Biz degan Musa Janglar bilan tunugun tushdan burun to'xtam tuzishib pulni topshirib bo'ldik. Mana bu talon. Mana bu to'xtam. Mana bu pul topshirib olganlik hujjati. Ko'rib beqing. Kechiringlar, bu Musa Janglarning imzosi emas, ham shirkatimizning tamg'isi emas. Musa Janglar 3 kun ilgari Guangzhou ketgan. Nima? Bu 2 kundan beri ko'rlini izlamagan yerimiz qolmadi. to'g'ri. Biz o ishga oldamchiga ishinib qopdik. Bo'lmasa pulni hargizmi bermasganmiz. Rost shundoq. Hay. Ular nimishqa hujjat, tamga, kinishga, to'xtam qog'ozlarini yataqqa ko'tarib keladi. Biz nimishqa naq pulni shirkatning moliya bilimiga olib topshirmaymiz deganlarni o'ylamadinglarmi?
Bu tərpini zadıl oylamapdıq. Şundaq oylamapdıq. Qarsaq, həmmə rəsmiyyətləri toluq təqildi, şunlaşqa işinib qapdıq. Ularning chiroyli gap so'zlarini anglagan har qanday odam ularning gapiga ishinib ketadi. Shundaq ishini do. Qarab turib, sizlarga bir muncha ziyon bo'pti. Biz bugunlik 3 tashkillab bu deloni tekshirishni boshlaymiz. Rahmat. 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 Sizlarga ko'p rahmat. Arzimaydi. Rahmat. Ha. Bo'ldi, kirib ket. Ay, sizga ham jiklab qo'yay, Osman. Yo'l deganning o'g'ri yolg'oni bo'ladi. O'zingizga ko'proq diqqat qiling. Urumchiga borganda eshak kangirgan, daptaranglagan yerda yurmay, heliq pulni topadiganning qo'ydi bo'ling. Voy, odamning o'g'isini qaynitib, sen yana dapning gapini qilib turding-ku. Mushu dapning gapini qilmag'ina. Sen demasangmi, men bilaman. Ma'qulamsa. Ansirmagina, ha? Aq yo'l bo'lsin. Xo'shamisa. Tezroq qaytib kel. Voy kelim. Osman bu sen bir neymiş qilib yursan? Qarabroq ish qilsangmanda. Qarapaqa degan bundaq. Ha, safarnaga. Ha? Urumchiga bir berib kelaymi deyman, ha? Abla, 4-5 kundan keyin olsam olmamdi. Nemishqa? Mening Urumchiga boradigan muhim bir ishim bor degina. Bizning avu Urumchida emasmi? Avu deganing kim? Men to'y qilgan qizchi. Ha. O Urumchiga belim oshirish ketgan. Men uni ko'rib kelayimkin deyman. FK, elimi yesham bir yay berib qoldi, to'y qilmading. Qiz tayyor bo'lgandan keyin g'achchilik qilib olmamsa. Qiziq gap qildi ekansa, men shu shaqqida qilib deydigan. Biroq o qizning purchi pishpatmanda. O'zingni pishdimi? Bo'ldi. Mashina chiqar. Men seni bekatga olib qo'yay. Ha, menga gaping bo'ladi, FK. Bir haqiqatim olib qo'yamda. Ani çekmeyen aşığı Eynada oynay vapani ente Vapani entedirni Vay biyevme Hayzan var, FK. Hayzan var. Binek kunniye Eynada oynay gül handa Qani. Kira. Ha, qani, o'ltirib. Ha? Qanday Rayhan? O'yinlab oldingizmi? O'ylanib qo'poldim. Biroq qo'rqyapman. Mashindaq chiroyli o'zin jamoalingiz tursa, nimadan qo'rqsiz? Men qarang. Uning ustiga o'tganki TV so'lsinimi, shundaq chiroyli qildingizmi? Shundaq chiroyli. Xotirjam bo'ling, chatoq chiqmaydi. Bu qatimki tapanaqingizni o'tgankidan hasilab bermang. Qandaq? Yo'q. Endi meni zo'rlamang. Agar bu navbat ish o'ylaganimizdek bo'lmaydigan bo'lsa, har ikkalimizga yaxshi kun yo'q. Men qilmayman. Xotirjam bo'ling, ha. Hamma ishni o'zim to'g'rilayman. Bu qatim siz menga faqat maslahat bersangiz bo'ladi. Hargiz chatoq chiqmaydi, ha? Voy. Shavkatma? Yurtga qachon qaytib kelsa, aka? Qarz egalari bizning oromimizni qo'ymadi. Sen qaytib kelsang zodli bo'lmaydi. Men qara, ukam. Men hozir bir cho'ng sodiq tutishib qoldim degina. Mush sodni bitiribla uyga qaytaman. E'tibor men o'gin bormaydiganiga bir yildan oshdi. Sening kasab putingdan
Yengem uyda turamay. Tuqqanlarınki ketdi. Bu bizga nima kun? Shunaq bo'lsin dedim-ku. Ma'qul, xo'sh. Voy, voy. Kimden kepti? Yurtga inimdan kepti. Tuqqalar meni ayt sig'inib ketibdi. Bir kep kelsin debdi. Qani, elim. İşlerimizden oңuшлык bo'lishicha. Oy. Letikka, mushundaqla ishchamdiq. Ozroq yeydigan narsa kirmamsiz. Hey, isim qursin. Sizdan aylansin. Nima yeysizki? O'xshagan to'xu kopi. To'xu kopi? To'xu kopi, beliq kopi. Hey, mening mush isimza. Qizlar yaxshi ko'radigan cho'kili-po'kilidan akirsan bo'lmamdi. Men pek sadajimi pek sada. Hozir akirma. Jindak o'tirib tur, o'tirib tur. Saqitib qo'ydim-ku deyman, ha? Mana. Cho'kili, seg'iz, jegash o'tirib tur, ha? Jegash o'tirib tur. Qarang, nemdiga o'xshagan to'qi bu. Mana. Qani, pachaqni eling, ha? Bo'ldi. Letikka. Billa qilsak, bo'pti, billa qilaylik. Ha, balli. Lekin o'tgankidek 5000 yuan bersangiz men unmayman, juma. Amisa, Bu qitim foydaning 20% dan olaman. Ayfka. Nafsingiz va yo'g'inab ketib boramdi, nima? Unda qo'sma qilmayman. Bo'pti, amsa. Bu qitim 20%ni bering. Letikka. Ha? Men telefon qaytarib kiray. Mana telefon, qaytaring. Anglamayman. Voy. Kim u? Ha. Nima? Hozirla? Mening muhim ishim botdi. Ha. Atirgul restoranning oldida? Ha. Ma'qul. Hozirla boraman. Ma'qul. Hozirla. Ma'qul. Letikka. Bir do'stim meni Atirgul restoranining oldida saqlamoqchi. 10 minutda qaytib kelaman. Odam toza payzul o'taganda doim shunday qildi ekansiz. Birdan qaytib kelaman. Ma'quldang, ha? Amiz 15 minut vaqt beraman. Tezroq keling, ha? Xotirjam bo'ling. Birdan kelaman. Hay. Mushiya saqlayman, juma. Voy, bir xotirjam bo'ling, ha? Bye bye.
Aldıda kram açıptır bağma. Aldıda bak. Rahmet. Abduruz'un hazırı düştüm. Ukulur menin koskum aş. Çıkın, meniki çıkın. Obdan aşkarı var ya, ben başlap varım. Öyle çıkın, ha? Öyle. Ha, Ürümçi nemi degan özgürüp ketken ha? Qaraganda Ürümchiga ilgari keptikansiz-da. 14 yılın aldığında bir ketim kelgendim. O çağda igiz binalar bundan çık emasdi. Hey Fukam, ben Dönkörük'e baraman desem, Kızıldağ'da yürüyorsunuz o. Beni başka yer etmamagansız? Aka, siz biladigan yo'llarning hammasi hozir o'zgarib ketdi. Natijaga ko'rik selyapti. Boradigan yerga ko'chani necha aylanganda andin bog'li bo'ladi. Bo'ldi Fukam, men misal tushib qolay. Ben Xalq teatrxonasida bilaman. Kechadan Dönkörük'e piyoda baray bo'ldi. Voy aka, bu yerda mashina to'xtat qilinmaydi. Tesh o'tirib turing. Birdamda Dönkörük'e olib yurdim. Hey Fukam, ha maşinlar to'xtatdi o. Bo'ldi, mashinani aylandırıyor hemen. Mashinani to'xtating. Men misal tushib qolaman. Tez mashinani to'xtating Fukam. Men misal tushib qolay. Hey, qancha pul bo'ldi? 45 koy. Ko'midingizmi? Ana bas chiqib turmamdi. Ha? 45 so'm. Chaqan bo'ling, men oldirayman. Mana. Ay, benim somkam! Benim somkam! Asta! Hey! Xenim, 302 yataq hisobotni qildimi? 10 minut burun hisobot qilib ketib qoldi. Jiringlar. Kaçır. Hech qisi yo'q. Şundan yaxşı qo'yasiz. Ulanın hepsi şundan yaxşı bo'ldi. Oy. Bu bizam ma'lidiki, qo'lam boyvatish yo'q. Qo'lam. Oy, Osmanlıka'mı nima? Oy Osmanlıka. Qana, teshikmi, o'rta turdingmi? Ha, teshik, xudoga shukr. Uydagi baliqchaqlaring yaxshidir. Yaxshi, xudoga shukr. Kel, aqillar bilan tanishtirib qo'ying. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men sana tanishtirib qo'yay. Mana bu yoq mening burunqi ayolimning hozirgi eri. Yaxshimisiz? Bu yoq bo'lsa, mening hozirgi ayolimning eng yaqin xizmatdoshi. Osmanlıka, qachon keldin? Dönügün. Ya, bugün. Ya, bayatlıdı gelişim. Qandaq, bu shaharning payzi bormi? Tehi peyzini ko'rgandek bo'lmadik ku. Shunaqmi? Yur, men sana payzini bir ko'stay. Xafamaysilar, birodarlar. Men bu og'inamni shaharni bir ko'stib, aylantirib kelay. Avval birarumkidan qayqa bo'lamdi. Tova. Qo'yib xotinning eri bilan bo'lgan ilbatchilikni bu adab qo'yaylik. O'zining ayolining eng yaqin xizmatdoshi. Bu Ürümchimi g'alitili bir shahar bo'lib qoldi, nima? Nega bordiganligingizni demedingizmi? Avval do'stlik qapa, undan qolganini deb berman. Ha, ma'qul. Xo'sh, ichaylik. İşe? Ha işe. Öğlendin mi? Ha,
bu shaharga kelib de o'lib olgan. Ayolinglar qandayroq o'tyapti? Qaltis ko'ngillik o'tyapti emas. U mening ishlarimga aralashmaydi. Men uning ishlariga aralashmayman. Rost qaltisga. Oy, men sen izləyirsən səbiyyə dikənsən. Ay, bomaqdı bu. Muş söyltüğünü bilən, məşdə qıraq işib oturamsan. Cüram, toxmışlık restoranga barayım. Cüram, cüram. Ne? Cüram. Maya? Cüram deyme. Endi bu ağayniki bu idi. Olan bayvatçının burunqı yana bir ayolning hozirgi erimidir yoki bo'lmasa olamning hozirgi xotinning burunqi nimasidir? Sen turib qolding ha? Manga? Cüram. Atın bana deyme, cüram. Haydi isliyem abi. Ha? Qara. Qani. Kelam. Oturam. Qana qeydin? Qani o'tiraylik. Xo'sh, nima yeysiz? Qani o'zingiz buyurting. Harmida, Petrmanta. Berligen qorda. Daryo beliqi bormi? Undan bir taqsi. Kaklik go'shti, to'qqa o'ti. Yotazdan bir taqsi ekan. Abyaning yotasi yaxshi. Yani jigirimizni kebab. So'qsaydim bir nechta taqsi ekan. Ko'p o'ynamang. Isrof bo'lib ketadi. Voy, qas yozdi qoladi. Qasini hurmat. O'lda o'tiraylar. Bugun bu sorunimizdan chang chiqiraylik. Nimaroq sizlar? Top yaxshi. Odam beshig bir potlik naraq. Yana tamogidan ikki qat. Bola bilan qachon o'chishga boshlansa, usulni tosi bir o'ynab etmay qolsaydim ajib. Qana, e'lon. Evvel tamam, andın kalan dedik. Evvel kusağın toğuzaylı. Ondaki işimize. Alayım. Handa, tamam geldi. Sığı değil ama. Orada okşaptı. Vah. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Kimni izlaysiz? Rayhonni. Men uning bilan birga ovqat qilatdim. 2 kun yoqi uni izlab topolmay ketib borman. Xato kirib qopsiz. Men Rayhon ismli birsini tonimayman. Oy, Rayhon menga mushu binoda bir do'stim bor degan. Men hammaga berib, uning aralashadiganlarini 2 kun yoqi izlab, bugun mushuga kelishim. Ukam, uyingizda bo'lsa, xapomay chaqirib aytgan bo'lsangiz, men sizdan xo'shib qolay. Men uni tonimayman dedim-ku. Unda qilmay chaqirib qo'ygan bo'lsangiz, u mening 300 ming pulimni o'g'irlab ketdi. Voy, nimanda qildi bu odam? Men uni tonimayman dedim-ku. Hoca. Kere. Oynayın. Bahorda
nima degan paytda, ana qarama. Asabimiz ustalar o'tag'anlarning hammasi pul cho'kallar emasmi? O taraflardan bir nechini bizning ustalga teksib saqada. Voy, ajab yaxshi gap qilding. Ko'nglimni topdingda. Men berib, bir qancha bizning ustalga boshlab ketaymi? Ha? Anda to'xtab turaman. Hozir keldim. Ular nera sabr o'ynaydi. O'sha to'liq xotun degan nimandaq to'liq? Hammasi pul vaqtlar. Pul bo'lsa, agitigi pul qiladi. Akademika bir uy bilan bir erno jappasi ustiga yuk qiladigan gap. Hozirgi madaniyat mana shu. Ataqtidi. Turadi. Qani kelaman. Marhamat. Qani, o'tiring. O'tiring. Anda toza sarxillarni boshlab keldim. Yo'qmikan? Bo'ladi ekan. Ishchilar, yolg'iz o'tirib ketibsizlar-ku. Voy, yolg'iz olsak, endi sizlar keldinglar. Jip bo'lamiz, ha? Oy, bizga jib bo'lsanglar, xotininglar, tumshug'inglar keltirib sanmisan? Voy, xotin deganda uncha qo'rqolmaymiz. Yomoniga kelsa, asli to'g'rilaydigan gap. Kimdan qo'rqatdi? O'ynaymiz, kulimiz, erlarni ko'rsin. O't chiqirib ketadi. Siz saybaqın emas. Xotin deganda qo'rqamdi, ha? Siz chaqirg'ini bir qizilmaysiz. Mağa deydigan gapimiz bormi? Mehmondaq mugdab o'tirsiz. Burningizni tushirib etib saqlab qo'yasiz, bo'lmadi. Demişqa. O'ng'aymas olmaysiz. Mandaqda. Hozir naqsh etayotgan naqshchiga bir dasta gul sunib qo'yay degandim. Yinimda sapli 100 so'mlik pullar bor ekan. Yiningizda 50 so'mlik puldim bo'lsa, birni degan bo'lsangiz gul so'qagan bo'lsam. Bir dasta gul shuncha qimmatmi? Gulni setib olmaymiz. Bu naqshchi qilgan ko'nglimiz 20 so'mni restoran tutib qoladi. U bechoralar oran 30 so'mni beradi. Pul bormi? Rahmat. Hey, bu aşkan tamaklarını qanday qiladi?
Töküdü. Töküyverse tağdaki öyle bu şehirse sıkıştırmam da. Ya, bunun mu ilgisi var? Ağıyla kalsın. Ne adam genci mi? Kimni dedin? O senin ağinandı. O neme kandaktı neme? Ne dedi sen? Bu adaşını ben tanımayım. Emese kollarının mürüsü gelip taza mongduşup ketip atattın ko. Ben senin yakın tanışın okşaydı da yakınçılık gitti be. Rast tanımam sen? Ben senin tonuşun okşaydı dep oltara yürüptüm he. Estağfurullah. Ne dedi kandı bu? He? Obdarak oylap bak. O senin koyuvatken xotnonun bir nimesidir. Yoki hazırki ayolingning burunqi eridir. Ağzını bekip sözle. Ben degen ayalımda kız ağa. Kız ağam bo'lsang burunqi loyiqidir. Yoki ayolingning do'stining bir nimesidir. Çakçığını koy. Biz taza bir saktı bezgi uçaktımız. Nime ha? Tehe meyve çiğ tip girermiş. Bu yerim küçük nerede bu meyve çiğ varken? Toktap dur ha. O adaşın kendinden çıkıp bir kara bakay. Hey! Taksi! Çapsama. Turun aka, chaqiriq ishib qo'yibsizmi nima? Rahmat. Siz qaysi ustada o'tirgan? Ustalda. Hamma taraf bo'libsizlar-ku. Hisobotni qildimi? Yo'q, tek qilmadi. Hisobotni qilib deb asta uyingizga qaytsangiz bo'ladi. Fuka, bu ustalning sohibxoni men emas. Emas kim? Mandaq ketding ha. Fuka, bizni bu ustalga boshlagan sohibxonni men short tanımayman. Men texi bu shaharga bugunli keldim. Yo'lda G'ulam degan bir og'inam bilan uchrashdim. G'ulam boyvachchi desa, bu shaharda tanimaydigan odam yo'q. Shunda qilib, uning bilan bir qancha do'konda ichdik. Aka, bo'ldi qiling ha. To'xtab tur, men sana tushuntiray. Bo'ldi qiling aka. Meni ishim aldirash. Pulni oldi kim to'laydi? Elimi men sana tushuntiray. Eliqi adaş yo'liqdi. Men G'ulamni bu kim bo'ladi deb so'radim. So'rg'inim aniq. G'ulam burunqi ayolimning hozirgi eri, hozirgi ayolimning burunqi xizmatchi bo'ladi dedi. Shuning bilan biz musha kirib qoldik fuka. Nima deydim u? Tamoqni pulini to'lamsa. Men sana desam fuka. Eliqi odam bizni mishaga boshlab kirganda, ondan turibli yo'qolib ketdi. Shuning Menga. Beni koyuyorlar. Beni koyuyorlar. Beni imiş kuşlar. Pulunu veremse vermemse. Pulunu çıkarayım. Pulunu çıkara. Pulunu çıkara. Pulunu çıkara. Tez bol. Ben çıkarayım. Bana çıkarayım. Bana koyayım. Koyayım. Bana. Anım koyayım. Buldu bana. Tez bol. Beni iş kuşlar. Biz ne yapıyoruz? Beni koyuyorlar.
Meni qo'yibdiz. Oh, havojon. Yüzün. Taptı mı kılın eskesi? Rost qilin ekan bu. Tap. Tap. Hey! Nimi tap bu? Hey, cürala kirib ketaylik. Sarağını mikan bu? Sarang nima ekan? Jurnal kirib ketaylik. Voy. Qanday ahvolingiz? Osmonda tushdingizmi, yerda chiqdingizmi? Qani, o'tirib. Oqshomda taq tushim kirib qolibdi ekansiz. Dahshat ish bo'ldi. Necha vaqtdan beri chet elda o'qib, sizni izlab boramay qoldi. Bir yil yo'lingizga qaradim. Oxir amal bo'lmay teqa tunugun Urumchiga izlab kelgan. Yaxshi uchrashib qoldingiz. Shunda qani, kavob ya. Qani, ela. Qara. Mana hosil. Men obina kirib, pulni ep chiqay. Pulni o'zim bilan qaytiraman. O'zim bilan. Jindak o'tirib, hozir chiqay. Hey! To'xta! Hey, to'xta deyman. Biz kerak. Hadi benim bakar hele. Para nereye? Toxta! Bu aldamcı toxta! Toxta değil mi? Bu aldamcı kızıl göz! Toxta! Toxta! Bu aldamcı! Kızıl göz! Toxta! Hey! Qanday qayanlar bu? Nima qilganingizlar bu? Ukam, nima bo'ldi? Sizda qarang, nima qaringiz bor sizdan? Hozir bir sarankan bu. Nima ish qildim ukam? Nima ish qilsangiz bo'ladimi? Mana nima bu? Ha? Astagfirullah. Toxta! Kızıl göz! Toxta! Hey, nima qilganing bu? Voy, chekaklarni tashatdim. Olamaz, qanday qilma? Voy, yaptım. Bunu koyuvertme. Bu aldamcı, o kızıl göz. Bunu koyuvertme. O kızıl göz. Onu çık tutun. Hey! Hey! Bu neyimi kara? Elinizde çekme. Benim tutun ona. Toxta değil mi? Toxta! Hey! Vay!
Aldamchini ko'rildimi, topolmadik. Mana bu o'rimchidimi? Izlariga bo'lmasa. Ay, ishkirga kirib ketaylik ekan. Boshqa amol kelsa ketaylik. Shunda qilaylik. Ay. Ha? Aw, Musajingli shu. Aldamchi, nasıl kel? Uni tutaylik. Tutaylik. To'xta! To'xta! To'xta deyman. Uni tutinglar. To'xta deyman. Aldamchi, to'xta! To'xta! To'xta deyman. Aldamchi, to'xta! To'xta! O koruken o. Tushum, avaylama. Asta. Oyna. Aslan. Bakır bakayım. Kotanken bu. Bu yoqqa qarab boqaylik. Yok kan bu. Yo'q. Asla. Ne ketken de? Akishni so'rab boqaylik. Sakallık bir adamı gördünüz mü? Görmedim. Onun meşakkatleşip kirip ketkenligini görgen tok. Onu zaten... Ana! Aldamchi! To'xta! To'xta! To'xta deyman! Hey, taksi! Tez bo'l, tez bo'l. Bu ana! To'xta! Ana, to'xta! To'xta deyman! Mashin numarini ko'rmaylar! Mashin numarini ko'rmaylar! Esonda chasaqlar! Tez! Yoldaş. Nima ish? Hozir bir aldamchi mashhadni mashina bosib o'tib ketdi. Mashina nomeri qancha? 13.804. To'g'ri. 13.804. 13.804. Voy. 13804 numaralı taksi uçursa tutulanlar. 13804. Oy, Osman aka. Qanday ahvolingiz? Urumchiga qachon keldingiz? A? Ro'yi kayfiyatingiz bekli to'yinqo. Sizni tanıyamadım qo'singlim. Siz meni tanimaysiz, men sizni taniyman. Siz hiliqi Yoqub degan qizil ko'zga aldangan Osman akam-ku deyman. Şu qizil ko'zning dastidan musha ahvolga tushib qoldim. Bu shaharda meni taniydigan odami bakina dunyoni ko'rmaganda ko'rdim. Ko'nglingizni buzmang. Men dal Yoqub degan qizil ko'zning dilosini ishlayotgan saqchi bo'laman. Juring, qoldi gapni saqchixonaga berib kelishaylik. Siz saqchimi? Ha. Bak yaxshi bo'ldi. Ikki yog'i yanchig'imda bir tiyinmi pul qolmay ko'rmaganda ko'rdim. Xat bu qizil ko'zni. Isming nima? Litib. Yoqub degan kim? Tonimayman. Musajonli deganni bilamsa? Men nedim bilay? Boyaqni tonimsa? Ha? Aldamchi degan mushu. Mushu mening 300 ming yap pulim deb vaqat. Mushu. Aldamchi degan o'zing. Bu qiz bizning munavvar saqchimiz. O sening peyinga g'uljudni tatib tushgan. Bu seningmi? Mening. Rayhon, pulning ikisini chaqiring. Ma'qul. Qani kiring. Bu kishini tanimsiz? Tanıyman. Dal bizni oldiga aldamchi Litib. Yoqub degan mushu. Hey. Bir yildan beri bizni nima jabalaga solding ha? Osman aka. Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Sizda to'xtam bormi? Bafkam. Mana. Buni sen yozganmi? Aytmanglar. Mana.
Xotirjam bo'ling, sizdan aldab ilib olgan barliq narslaringizni qaytarib beramiz. Sizlarga ko'p rahmat. Yolg'iz mendan emas, Yoqut tarafdan aldangan barliq odamlar nomidan sizlarga ko'p rahmat. Hoy Osman aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda yuriysan-ku? Qiziq gap qiladigansan Osman aka. Tijoratchi degan pul nada o'zi shu yoq qo'g'lab boradigan gapda. Voy. Bugun qaltis paqirib ketibsan-ku, ha? Xuddi shahar boshliqlariga o'xshab qolsan-jimi? Ha, qaraganda Dabsoddan yaxshi o'xshamanda. Qo'ya, dopning gapini. Hey, men seni bir mehmon qilay. Ma, Rahmat aka. Men hozir mangmoqchi. Haras, sen qachon mangsa? Mangsan billa mangayli. mangsan mangdin. Lekin qosoqqa bir nima yozayli. Bo'ldi. Yo'lda liymamdoq. Chiqar mashinaga. Haras, yeliq aldamchi topdingmi? Hey, topdim, uka topdim. Men sana shuni gapni qilib degandim. Qaraganda alomat hikoyadan birini anglaydi ekanman-da. Onu bir deme, yo'lda bag'ich kuldirib, uch yingni uzuydimi? Shunda qilib, yiliqi qizil ko'z, tulkirak shumshib ketdi. Osman aka, Mo'ngloq naqshanda bir nima? O'zimdan bir vaqt o'zgarib turadi, bir etaga. Hey hey Güleymi men çıklayma can dostum Bu hayatın kısmetlerine Kakas buldun şeytanlarıdın Dostlarım aldandığın sünnetlerine Kakas buldun şeytanlarıdın Dostlarım aldandığın sünnetlerine Oh 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 Gülüp bakar gayda buyaş Kahkalı sen Kur'an çapında Hayat şunda xisletler gibi ay dostlarım Büyük at sen yana armanda Hayat şunda xisletler gibi ay dostlarım